Assalomu alaykum. Sirojiddin bozorini kuzatuvchilarga 80-yilda ishlab chiqarilgan MAZ-21 011imiz Toshkent partiya turibdi. Yangi texnik pasport, GP'lari bor. Eng qizig'i motorli pulida. Motori 213 MAZ, 3 litre motor ekan. Motorni bilasizlar qancha bo'lishini. Kuzovlarda deyarli hozir bitta ishi bor ekan, ko'rsataman. Kapotida bitta. Oldi kralyosida bitta ishi bor ekan. Arzongaroq so'raganligi, daliga bo'shligi, liboychasiga dokument bo'ladi. Gazli Kapron, aybi gaz Kapron, liboy dokument chiqarib mashinamizni chiqarib olsa, o'zga ishi bor. Salonlari zo'r. Hamma yog'i yurib turibdi. Bu mashinamiz videoga chiroyli holatda. Bu mashinamizni maza qilib siz haydashingiz uchun ataga $650 ga beramiz. Gazini bilsang $650. Zo'r narx bo'ldi.